Yettinchi xat risalatu tahniatin bil mavludil jadidi debdi. Yangi tavallud bilan tabriklash xati. Yani yangi tavallud, kimdir tug'ilibdi, yangi bola tug'ilganligi munosabati bilan tabriklash xati. Ahlan va sahlan ya Rim. Salom ey Rim deyapti. Rim bu qiz bolani ismi ekan. Salom ey Rim deyapti. Alfu mabrukin qudumal mavludil jadidi. Alfu mabrukin qudumal mavludil jadidi. Yangi chaqaloqning qadamlariga yoki yangi chaqaloqning kelishiga desa ham bo'ladi. Kelishi deyveraylik. Yangi chaqaloqning kelishiga minglab tabriklar bo'lsin deyapti. Ma ajmala hadhihi al-akhbaru allati adkhalat as-sa'adata ila qalbi. Mening qalbimga baxt saodatni olib kirgan bu xabarlar qanday ham chiroyli deyapti. Ma ajmala, qanday ham chiroyli. Va atamanna an takuni anti wal mawludu bi sihhatin va afiyatin. Sen va tug'ilgan chaqaloq sog'lik va ofiyatda bo'lishingizni tilayman deyapti. Wusulu tiflin ilal hayati huwa ni'matun azimatun va hibatun la tuqdaru bi thamanin debdi. Yosh bolaning hayotga kelishi bu ni'matun azimatun, buyuk ne'mat va bebaho. La tuqdaru bi thamanin, bebaho, ya'ni pul bilan o'lchab bo'lmaydigan. Yani bebaho tortiqdir, bebaho hadyadir deyapti. La shakka anna baytakumul yawma mumtali'un bil farahi wad dhahkati wal amali bi mustaqbalin mushriqin li hadha as-saghiril jamil. Anna baytakum, sizlarning uyingiz, albatta sizlarning uyingiz bugun bu oxiridan kelamiz endi. Bu chiroyli yosh go'dakning porloq kelajagiga umid va dohkat, kulgular va xursandchilik bilan to'la ekaniga la shakka, hech qanday shubha yo'q deyapti. Laqad asbahti umman. Va hadhihi bidayatu rihlatin jadidatin mali'atin bil hubbi wal ata'i wat tajaribil jamilati. Laqad asbahti umman. Sen ona bo'lding deyapti. Va tahqiq sen ona bo'lding. Va bu boshlanish va bu deyapti. Va bu chiroyli at-tajaribil jamila, chiroyli sarguzashtlar va ato deyapti. Va o'zi ato degani berish degani. Ya'ni ato degani tortiq qilish, berish, sovg'a qilish ma'noli, bittasiga bitta narsani berish. Ya'ni bu yerda o'zini bolasiga sovg'a qilish ma'nosi ham bor. O'zini hayotini bolasiga berish. Chiroyli sarguzashtlar va tortiqlar deb qo'yaylik. Tortiqlar va muhabbat bilan to'la yangi sayohatning boshlanishidir deyapti. Uridu an a'rifa kulla tafasil. Barcha tafsilotlarni bilishni xohlayman. Ma ismuhu, uning ismi nima? Va kayfa kanat lahzatu viladatihi, va uning tug'ilish lahzasi qanday bo'ldi? Tug'ilishi qanday bo'ldi? Hal yushbihuki am yushbihu validahu?
u senga o'xshaydimi yoki dadasiga o'xshaydimi? Ana mutashavviqatun li ru'yatihi. Men uni ko'rishga juda qiziqyapman. Va amulu an azurahu qariban li ahmilahu bayna yadayya va ubarika laki shaxsiyan. Men oxiridan kelsa ham ekan. Men shaxsan seni tabriklash uchun, seni shaxsan tabriklash va qo'llarimda uni ko'tarish uchun tez orada seni ziyorat qilishdan umid qilib qolaman, deyapti. Atamanna lahu hayatan sa'idatan mali'atan bil hubbi wan najahi va laki rohatan va tuma'ninatan fi kulli khutwatin. Tuma'nina bo'ladi. Tuma'ninatan fi kulli khutwatin. Xo'p. Unga muvaffaqiyat va sevgi bilan to'la baxtli hayot va senga har bir qadamda